Xayrli kun azizlarim. Kechagi istoriyani davomini aytib bermoqchi edim, чтобы shukr qilishlik esimizdan chiqib qolmasligi uchun. 4 kun davomida ishga borgan bo'lsam, har kuni ishdan uyga jalb bilan kelardim. Men charchadim. Menga o'xshaganlar juda ham ko'p bilaman. Shuncha operatsiya qildim, shuncha ko'rik qildim. Qizim idi поиграть с папой deb kuniga shunaqa narsalar o'tida oynagiz ko'tarib oling, yaxshi eshitilyapti. И вот я 4-kun отравилась. Men o'yladim birinchi appenditsit deb, ertalabgacha rivotniy refleks bo'ldi. Ishga zo'rg'a borib, shunaqa og'riq bilan ishlab, to есть ishimdan o'sha kuni to'g'risini aytsam, kayf olmadim-da. Har kuni mazza qilaman. Shuncha operatsiya qilsam, menda energiya to'ladi-da. Menda настроением ko'tariladi. Men вообще boshqacha energetika bilan kelaman. O'sha energetikam bilan priyomlarni ham boshqacha o'tkazaman. Shunaqa holat bo'ldiki, o'sha 5-kuni hozir davomini